Mana shu ustamizning gaplariga e'tibor bering-da. Keyin esa shu videoga o'zimning fikrlarimni bildirib o'taman. Aristonni turgan joyda tozalash kerak, sababiki nak bu joyga yig'iladi. Ko'pchilik aristonni pastga olib, yechib, yuvib, uni rasvo qilib tashlaydi. O'shuning uchun turgan joyda akkuratni qilib tozalash kerak. Mana eshitdilaring, ariston turgan joyida tozalanadi deyapti. Bu ustamimiz ham begona emas, salom alaykum bor, yaxshi yigit, o'zimiz ukaxondalardan qo'ldan kelgancha telefonlashib turamiz. Bu narsa maslahatlashib turgan joyimiz ham bor. Men bu videoni qilmasdim aslida, chunki turgan joyda tozalaydiganlarga o'zi qarshiman men. Nimagaki uy sharoitida bo'lsa, birinchi marta tozalayotgan, o'rganishga tozalayotgan, o'zi uyimdagi aristonimni tozalayman deydiganlar ham uy sharoitida tozalasa uni tushunsa bo'ladi. Lekin ustaman degan odamni men uy sharoitida tushirib olib tozalashga o'zi qarshiman. O'shanaqa video aytmoqchi edim, prosta shunga o'xshagan ukaxondalar, tanishlar shunaqa qilib shu yo'l bilan tozalab yurganlarga shunga video chiqarmagandim. Lekin mana bu yerda menga alam qilgani, biladi meni qanday qilib tushirib olib, ko'nglim to'lmaydi. Aristonni yerga tushirib olib, ichlarini shlanka bilan yuvib, qayta chayqab, bitta dona qum nakib qolmaguncha chayqamasa men ko'nglim xotirjam bo'lmaydi birinchidan. Hammasini yerda turgan joyda terib olib, ko'nglimdagidek tekshirib, artib, surtib olsam ko'nglim joyiga tushmaydi. Lekin mana shu videoni chiqarib, prosta endi balki bu yerda bizga o'xshagan tanishlarni nazarda tutmagandir, balki ko'pchilik pastga tushirib olib, rasvosini chiqaradi deyapti. Unaqa emas. Hamma o'ziga qulayini ko'radi, to'g'ri. Tushirib olishda nima ziyoni bor, tushirib olmaslikda nima foydasi bor, hozir men sizga aytaman. Aristoningiz tozalatyapsiz, to'g'ri, nakib pastda bo'ladi. Tushirib olib, pastga chayqashga vaqt ketadi. Belga nagruzka tushadi, to'g'rimi? Tushirib olish kerak, uni qaytarib osish kerak. Ortiqcha ishmi? Lekin tozalik tarafiga keladigan bo'lsak, Luboyga aytaman, tushirib olgandan keyin masalan ko'ngildagidek qilib chayqash, ko'ngildagidek qilib chista plotniy bo'lish uchun masalan biror uyga borasiz, toza uy. Qo'lni tiqima tirsakkacha loy bo'lyapti, to'g'rimi? Meni bitta joyimga loy tegmaydi. Borib ishlagan uylarim biladi, kommentariyga yozadi fikrini. Qo'lni tiqyapsiz, chelakka loyni olyapsiz. Devorlar yangi remont bo'lsa, devorga sachraydimi birinchidan? Mayli, hamma o'ziga qulayini ko'rsin. Prosta demoqchimanki, mana bu yerda hozir salga noto'g'ri ketgan joyi. Ko'pchilik deyapti, hozir pastga tushirib olib, nima qilib tozalaydi, rasvosini chiqaradi deyapti. Yo'q, pastga tushirib olib tozalaganlar rasvosini chiqarmaydi. Aksincha pastga tushirib olib ozroq mehnat qiladi. Keyin menga aytishadi ko'pchilik, nimaga 350 ming so'm narx? Men aytaman, men boraman, ishlayman, xizmatimga qarab aytasiz bekorga emasligini. Polingizga bir tomchi suv tushsa, men egin latta bilan artib olaman, uyingizda bir tomchi suv topa olmaysiz. Aristonni tushirgandan keyin ustalari bilan yuvib, men sizga yangi holatiga keltirib berib ketish bu ariston tozalash deydi. Hammani omadini bersin. Prosta shu videoga birozgina fikrimni bildirmoqchi bo'ldim. Kommentariyada uy egalari tushunmasligi mumkin hozir bu gaplarimni, nima sababdan aytayotganimni. Kommentariyada mana shu santexnika, ariston sohasiga tushunadiganlar kommentariyada fikringizni bildiring. Men noto'g'ri gapirdimmi yoki bu bola to'g'ri gapirdimi? Tushirib olib tozalaganlar rostdan ham rasvosini chiqarib tozalagan bo'ladimi yoki turgan joyda qo'l tiqib tozalash to'g'rimi? Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz hammalaringizni. Videoni chiqargan, video qo'ygan boyagi ukaxonamiz aslo xafa bo'lmang. Do'stona, shunchaki bu bir fikrim men. Salomat bo'lasizlar. Keyin yana bitta yangilik, asosiy videoning yangiligi Eurokilometr bilan chiqaramiz biz. Aristonlar bo'yicha Eurokilometr mahsulotlari nomerlari hisoblanadi deb o'ylayman, o'zimning fikrim. Chunki men shundan foydalanaman. Qarang, shunda ham men qolganlarni yomonlamoqchi bo'lmayman. Faqatgina meni fikrim deb aytaman bu narsani. Keyin yana bitta narsa, Namangan bo'ylab, Vodiy bo'ylab telefon qilishyapti, Ariston bo'yicha mutaxassislar bormi deb. Mana bu nomerlar Namangandan Shahboz degan ukamizniki, aloqaga chiqasizlar. Mana bu Instagram profili, bemalol kirib videolarini ko'rib aloqaga chiqib xizmat bo'lsa Vodiy bo'ylab Namangan, Andijon, Farg'ona bemalol Ariston bo'yicha santexnika, katyol, duv kontor nima xizmatlar bo'lsa shu bilan telefonlashaverasizlar vodiyliklar. Ko'pchilik bizga chiqadi Vodiydan, biz Toshkent bo'ylab xizmatimiz. Salomat bo'lasizlar.